TMS mashinasi. Kalotga almashtirishga olib qo'yganmiz. O'zi ham tepani ko'taradigan ekan. Kalotkalarni yechib olganmiz. Bunaqa ko'p yurmagan mashina, lekin kalotga tamom bo'lgan. Temir chiqib ketgan. Temirlari chiqib barabarlarni yeb qo'ygan. Ariqcha bo'lib qolgan barabarlar ham. Mana shunday yeb qo'ygan. Endi bu oldi kalotga uzoqqa bormasligi, tez tomon bo'lishi, o'sha orqalagan bog'liq. Orqalarni ham 4 ta g'ildirakni regirovkalar qilib, cho'tka qilib qo'yish kerak. U zavodskiy qilinmaydi. Shuni qildirib qo'ysa, oldi kalotga umri uzoqroq bo'ladi. Qilib berdi. Bu o'zining kalotkasi yo'q ekan, lekin o'ziga nakladga qoqtiryapmiz. O'zining nakladkalari bor ekan. Nakladga muammo emas, lekin gazelmi yo boshqa katta mashinalarni yasab qo'yvorsa bo'ladi. Xudo xolisa muammoli narsa emas. Qilib beramiz. Bu yog'ini ham yechib olganmiz, xudo xolisa. Lekin silindrlar zo'r ishlashgan ekan, mana shu joylarni. Regirovkalari bor, regirovka qilinadi. Bu regirovka qilgan ham ikkita silindr, mana ikkalasini o'zini baravar bir xil regirovka qilish kerak. Bo'lmasa yaxshi to'g'ri chiqmaydi. Ikki xil bo'lib qoladi. To'g'rimiz ham zo'r ushlamaydi. Hammasi bir xil ishlamaydi. Kalotkani o'sha mana bitta yozi kalotkasini bir yog'ini yeb qo'ymaydi mana. Ham yog'ini yeb qo'ygan, bu yog'ini yemagan. O'sha hamma yo'q bir xil yeyish uchun, bir xil yopish uchun ikkita silindr regirovkani bir xil qilib qo'ysa, hamma yo'q splashni yopishadi. Tormoz olishi ham yaxshi bo'ladi. Kalotka ham bir xil yeyiladi. Zo'r bo'ladi. Xudo xolisa hammasi regirovkalar qilib, orqalarini regirovkalar qilib, smaskalar qilib, cho'tka qo'yib chiqarib olamiz. Bu yerda kama mashinasi ham remont. Mana kalotka qoqildi, nakladga. Qani